O'zbekiston Xitoydan 24 ta J-10C qiruvchi samolyotini sotib olyaptimi? AQSh va Isroil razvedkasi Mujtabo Xomeneyni qidirmoqda. Braziliya rossiyalik homilador ayollarni mamlakatdan chiqarib yubormoqda. O'zbekiston Xitoydan 24 ta J-10C qiruvchi samolyotini sotib olyaptimi? O'zbekiston harbiy aviatsiyasida tarixiy o'zgarish bo'lishi mumkin. So'nggi kunlarda tarqalgan xabarlar Markaziy Osiyoda katta muhokamaga sabab bo'ldi. Xorijiy mudofaa nashrlariga ko'ra, O'zbekiston Xitoyning J-10C rusumidagi 24 ta zamonaviy qiruvchi samolyotini bosqichma-bosqich xarid qilishni rejalashtirmoqda. Ayrim manbalar yana 4 ta samolyot yetkazib berilgani haqida ham yozmoqda. Biroq ayni paytda O'zbekiston Mudofaa vazirligi ham, Xitoy tomoni ham bu ma'lumotni rasman tasdiqlamagan. J-10C 4-avlod ko'p maqsadli qiruvchi bo'lib, AESA radari va uzoq masofali zamonaviy raketalarni qo'llash imkoniyatiga ega. Harbiy tahlilchilarning fikricha, agar u kelishuv amalga oshsa, u O'zbekiston harbiy havo kuchlarini modernizatsiya qilishdagi eng muhim loyihalardan biriga aylanishi mumkin. AQSh va Isroil razvedkasi Mujtabo Xomeneyni qidirmoqda. Eronning oliy rahnamosi Mujtabo Xomeney qayerda? Bu savol so'nggi kunlarda xalqaro matbuotning diqqat markaziga aylandi. The Times gazetasining yozishicha, AQSh va Isroil razvedka xizmatlari Mujtabo Xomeneyning tirik yoki yo'qligi hamda qayerda ekanini aniqlashga urinmoqda. Xabarga ko'ra, u qariyb 150 kundan beri telefon va kompyuterdan foydalanmagan hamda maxfiy boshpanada yashirinayotganini taxmin qilinmoqda. Nashrning ta'kidlashicha, Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi muhim harbiy qarorlarni hali ham unga taqdim etadi. Biroq razvedka doiralarida uning taqdiri haqida turli taxminlar mavjud. Ayrimlar u tirikligini aytsa, boshqalar bunga shubha bildirmoqda. Mossadning sobiq xodimlari Eron oliy rahnamosi bilan aloqa qilish juda murakkab ekanini, xabarlar ko'p bosqichli kuryerlar orqali yetkazilishini aytgan. Ularning fikricha, uni aniqlash razvedka uchun eng qiyin vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Ayni paytda AQSh, Isroil yoki Eron rasmiylari bu da'volarni mustaqil ravishda tasdiqlamagan. Shu sababli voqealar rivojini kuzatishda davom etmoqda. Braziliya rossiyalik homilador ayollarni mamlakatdan chiqarib yubormoqda. Braziliya chegaralarida rossiyalik homilador ayollarga nisbatan nazorat kuchaygani haqida xabarlar tarqaldi. Bu haqda bir nechta nashrlar, jumladan Telegramdagi baza kanali ma'lumotlariga tayanib yozmoqda. Xabarlarga ko'ra, Braziliya chegara xizmati ayrim homilador rossiyalik ayollarni mamlakatga kiritmay ortga qaytarmoqda. Bunga sabab sifatida tug'ruq turizmi ko'rsatilmoqda. Braziliya qonunchiligiga ko'ra, mamlakat hududlarida tug'ilgan bola avtomatik ravishda Braziliya fuqaroligini olishi mumkin. Agentlik vakillarining aytishicha, so'nggi 2 kun ichida undan ortiq rossiyalik oila chegaradan ortga qaytarilgan. Ayrimlariga esa kelajakda mamlakatga kirish taqiqlangan. Ayrim oilalar bu qaror ustidan sudga shikoyat qilgan va ba'zi hollarda deportatsiya vaqtincha cheklangan. Bu holat Lotin Amerikasida tug'ruq turizmiga qarshi choralar kuchayib borayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Avvalroq Argentina migratsiya qoidalarini keskinlashtirgan. Chili esa ayrim xorijlik oilalar farzandlarining fuqaroligi bo'yicha qarorlarni qayta ko'rib chiqqan edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosing va kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring. Xayr-salomat bo'ling.